Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala ushbu sayyidul ayyom kunini barchamizga barakatli qilgan bo'lsin. Kim o'zini uyini din asoslarining ustiga qura olgan bo'lsa, bu odamning uyida halovat bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi, sakinat bo'ladi. Kim o'zini oilasini, uyini din asoslarining ustiga qura olgan bo'lsa, kim pul ko'p topgan bo'lsa, shuni hayoti zo'r bo'ladi deyilmayapti dinimizda, qaranglar. Chunki pul topishni ko'p oz bo'lishligi Alloh taolo peshanasiga yozib qo'ygan rizqqa bog'liq. Alloh yozgan bo'lsa topasiz. Bo'lmasa har qancha yuguring, har qancha yeling, topmaysiz. Shuning uchun oilaviy saodatimiz dinni mahkam ushlashligimizga bog'liq. Oilaviy shaqovatimiz dindan uzoq bo'lishligimizga bog'liq. Chunki puli yo'q bo'lib turib zo'r yashayotgan odamlar bor. Puli ko'p bo'lib turib xor bo'lib yashayotganlar bor. Puli ko'p bo'lib turib zo'r yashayotganlar ham bor, dinni ushlaganligi uchun. Va puli yo'q bo'lib turib dindan uzoq bo'lganligi uchun hayotida halovat bo'lmayotganlar bor. Xulosa, farzandlarimiz salohiyatli inson bo'lishini xohlasak, oilamizda xotirjamlik bo'lishini xohlasak, dinni mahkam ushlashligimiz kerak, birodarlar. Kim o'zini munkardan tiymasa, mana shu munkarlarni hayotiga bo'layotgan salbiy ta'sirini albatta ko'radi. Qaytarib aytamiz, gunohlardan to'xtamayotgan odam o'zini qilayotgan gunohlarini, ta'sirini, salbiy ta'sirini albatta o'zini oilasida ko'radi. Oilangizda saodatli bo'lishingiz Allohning qo'lida. Oilangizda shaqovat, baxtsiz bo'lishingiz Allohning qo'lida. Yana qaytarib aytamiz, kim Allohning hukmi bilan oilasini ishini yurgizsa, Alloh taolo bu kishiga saodatni beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan keltirilgan hadisda marhamat qiladilar. Izmanu li sittan min anfusikum azmanu lakumul janna. 6 ta narsani kafilligini beringlar menga, men sizlarga jannatni kafilligini beraman. Usduqu idza hadastum. Gapirsanglar rost gapiringlar. Va aufu idza wa'adtum. Va'da bersanglar bajaringlar. Va addu idza tumintum. Sizlarga bir omonat qo'yilsa, omonatni ado qilinglar. Va hfazu furujakum. Farjlaringizni zinodan saqlanglar. Va g'addu absarakum. Ko'zinglarni nomahramlardan tiyinglar va kuffu aydiyakum. Qo'llaringizni gunohdan tiyinglar. Mana shu 6 ta narsani menga bajaramiz deb kafillik bersanglar, men sizlarga jannatda kafilligini beraman. Yana bir hadisda aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kutiba ala ibn adama nasibahu minaz zina. Har bir odam bolasiga zinodan bir nasiba, ulush yozilgan. Mudrikun la mahalata. Iloji yo'q, albatta shu zinoni qiladi. Wal aynani zinahuma nazar. Ikki ko'zni zinosi bu qarashlik. Wal uzunani zinahuma istima'. Ikki quloqning ham zinosi bor. U nomahramlarning so'ziga quloq tutishlik. Wal lisanu zinahu kalam. Tilning zinosi harom so'zlarni gapirishlik. Wal yadu zinahal batash. Qo'lning zinosi ushlashlik. Harom bo'lgan narsani ushlashlik. Var rijlu zinahal xuto. Oyoqning ham zinosi bor. Ana shu harom tomonga qarab yurishlik. Val qalbu yahwi va yatamanna. Qalb ana shu narsalarni o'ylaydi, ana shu narsalarni xohlaydi. Va yusaddiqu zalikal farju va yukazzibuhu. Endi yuqoridagi zinolarda hammasini bor qiladigan ham, yo'q qiladigan ham nima bo'ldi? Farj bo'ldi. Hayol ketadi, ko'z qaraydi, quloq eshitadi, til gapirib qo'yadi, ammo farj fe'lan shu zinoda borib qilmasangiz, bularni hammasini bekorga chiqarib yuboradi. Endi mana shu qo'lni, tilni, qalbni, oyoqni zinolari bor ekan. Kishi mana shu zinoni qilar ekan. Unga albatta oxiratda agar tavba qilmay o'tib ketsa, oxiratda jazo beriladi. Lekin dunyoda ham mana shu qilgan gunohlarining asoratini ko'radi. Ko'zini nuri ketadi.
qalbidan xotirjamlik ketadi. Xayol parishon bo'ladigan bo'lib qoladi. Oilada xotirjamlik, sakinat bo'lmaydi. Birodarlar, aytdik-ku, kim Alloh man qilgan gunohlardan tiyilmasa, mana shu qilayotgan gunohlarini oilasida ta'sirini ko'radi. Farzandlaridan qaytib qoladi, birodarlar. To'satdan tushib qoladi ba'zida endi nazar. Payg'ambarimizdan so'rashganlarida Rasululloh aytdilar, isrif bosar ekan. Ko'zingni olib qochdi. Bir marta tushib qoldi, ko'zni olib qochdi, unga gunohkor bo'lmaymiz. Ammo ikkinchi marta takror qaraydigan bo'lsak, bunga endi gunoh yoziladi. Ko'zni tiyish, birodarlar, ayollar o'zini avratlarini hijob bilan yopib yurishligi jamiyatni pokiza bo'lishiga, qalblarni toza bo'lishiga, hayotni esa go'zal bo'lishiga olib keladi. Avratlarni yopiq bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kishini ko'ziga jahannam o'ti tegmasligini bashoratini berganlar. Bu hadis Imom Tabaroniydan qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam salasatun la tara ayunuhumun nar. 3 kishini ko'zi jahannamni ko'rmaydi. Aynun harasat fi sabilillah. Allohning yo'lida qo'riqchilik qilgan, uxlamasdan soqchilik qilgan kishining ko'ziga. Va aynun bakat min khoshiyatillah. Allohdan qo'rqib, ko'z yosh to'kib yig'lagan ko'zga. Va aynun kaffat an maharimillah. Alloh harom qilgan narsalardan o'zini tiygan kishining ko'ziga jahannam o'ti tegmaydi. Endi mana qarash odobini gapirayotgan boshlaganidagi o'tgan jumada davom etkazamiz. Erkak kishiga qarashdagi odobi. Endi yigit kishi iffatli bo'lsa naqadar chiroyli bo'ladi, naqadar go'zal bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Daylamiydan Ali roziyallohu anhudan keltirilgan: Al-adlu hasanun, walakin fil imami ahsan. Adolat chiroyli narsa. Endi boshlig'ida bo'lsa shu adolat, yana ham chiroyliroq bo'ladi. Boshliq adolatli bo'lsa. Was-saxau hasanun, walakin fil aghniya ahsan. Saxovat, qo'l ochiqlik chiroyli narsa. Endi boylarda bo'lsa shu saxovat, yana ham go'zal bo'ladi. Wal wara'u hasanun, walakinna fil ulama'i ahsan. Xudojo'ylik, taqvodorlik chiroyli narsa. Endi ulamolarda bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. Was-sabru hasanun, walakinna fil fuqara'i ahsan. Sabr chiroyli narsa. Endi bu sabr faqirlarda bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. Wat-tawbatu hasanun, walakinna fish shababi ahsan. Tavba qilish yaxshi narsa, chiroyli narsa. Endi yosh yigitlarda bo'ladigan bo'lsa bu tavba, yana ham go'zal bo'ladi. Wal haya'u hasanun, walakinna fin nisa'i ahsan. Hayo chiroyli narsa. Endi ayollarda bo'lsa bu hayo, yana ham go'zal bo'ladi. Ko'zni tiyish haqida aytilgan hadislar asosan erkak kishini nomahram bo'lgan ayolga qarashiga haqida aytilgan. To'g'rimi? Nomahram ayolga nomahram erkak qarash haqida aytilgan ko'proq hadislar. Ammo erkak kishiga qarashidagi odobi ham bormi shariatimizda aytilganmi? Shariatimizda bu haqida nima deyilgan? Erkak kishi boshqa bir erkak kishini tizzasi va kindigi orasiga nazar solishi mumkin emas. Harom. Bu ikkala erkak qarindoshmi, begonami, musulmonmi, kofirmi farqi yo'q. Tizza bilan kindikning orasiga nazar solishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan hadisda: La yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a. Erkakning avratiga nazar solmaydi, ayolning avratiga nazar solmaydi. Imom Tabaroniydan keltirilgan hadisda aytadilar: "Va ma bayna surrati va rukbati awratun." Tizza bilan kindik orasidagi narsa avrat. Tizza bilan kindikning orasi avrat. Imom Termiziydan keltirilgan hadisda aytadilar: "Va g'otti fakhidaka fa innal fakhza awratun." Rasululloh aytdilar: "Soningni to's." Albatta u avratdir. Son yopilishligi kerak.
Na sport mashg'ulotida, na suzishda va na hammomda ochib bo'lmaydi. Ayol kishiga qarashiga kelsak, u ham xuddi shu qoida. Ayol kishi boshqa bir ayol kishini tizzasi bilan kindigini orasiga nazar solishi mumkin emas. Yana qaytarib aytamiz, bu mahrammi, bu ayol o'zini bir yaqin qarindoshimi, bu ayol tanishmi, begonami, muslimami? Yo'q. Farqi yo'q. Ayolni tizzasi bilan kindigini o'rtasiga nazar solmaydi. Bu narsaga bee'tibor bo'lmaslik kerak, birodarlar. Erkakni, ayolni avratiga qarashligi mumkin emas. Chunki bu narsa buzuqlikka olib keladi. Endi mana shu buzuqlikni yoyilayotganligi, ko'p bo'lib ketayotganligi qiyomatning kichik alomatlaridan deyilgan, birodarlar. Qiyomatning kichik alomatlaridan. Musulmon ota o'zini farzandini nazorat qiladi, birodarlar. Axloqida biron bir o'zgarish sezadigan bo'lsa, tuzatishga kirishadi. Yoshligidan qaraydi, birodarlar. Orientatsiyani aynishligi ayrim belgilari yoshligidan ko'rinar ekan. Psixologlarning gapi. Tushunarliga qanaqa orientatsiyani buzilishi. O'g'il bola bo'lib turib qurchoq o'ynaydigan bo'lib qoladi. O'g'il bola bo'lib turib o'g'il bolalardan o'zini olib qochadi. Shunga o'xshagan psixikasidagi aynishligi yoshligidan boshlanar ekan. Qarab turish kerak, ey. Endi muslima ayol bemor bo'lganda ayol tabibga olib borib ko'rsatilinadi. Agar bo'lmasa, shundagina iloji bo'lmagan holda, nochor holatda erkak kishi ayol kishini ko'rishligi mumkin. Unda ham faqatgina og'riyotgan a'zosiga. Yana qaytarib aytamiz. Ayol kishi, muslima ayol bemor bo'lib qoladigan bo'lsa, avval muslima tabib qidiriladi. Agar bo'lmasa, noiloj bo'lsa, majbur bo'linsa, erkak tabib ko'rishi mumkin. Shunda ham faqat og'riyotgan a'zosiga. Yana muhokama qilishlik maqsadida qarashlik ham mumkin bo'ladi. Ya'ni bir qandaydir sud ishi bo'ladimi, qozixonadagi muhokama bo'ladimi, muhokama qilishlik uchun qarashlikka ham ulamolar ruxsat berishgan. Otalarni farzandlarining tarbiyasida e'tibor berish kerak bo'lgan yana bitta narsa, bu farzandlarining jinsiy tarbiyasi. Ota-onalar bu masalada farzandlarini hali balog'atga yetmay turib, hali ularda aqli qabul qilmaydigan holatda jinsiy g'arizalarini qo'zg'atadigan surat, ko'rinishlardan ularni ehtiyot qilishligi kerak bo'ladi. Hali yosh yetmasdan turib, bilish kerak bo'lmagan ko'rinishlardan, holatlardan, ma'lumotlardan uzoq qilinishligi kerak. Keragidan avval, ya'ni bilishi kerak bo'lganidan avvalroq ertaroq bilib qolsa, bu narsa farzandning tabiatini aynishiga olib keladi. Uylarda ko'rsatilayotgan televizordagi narsalar, birodarlar. Telefonlarda ko'tarib yurgan narsalari. Bolalar nimani ko'rishyapti, birodarlar? Albatta nazorat qilish kerak. Birodar, tarbiya qilgani vaqtingiz bo'lmayaptimi? Jon birodar, mayli, lekin buzilishiga yo'l bermay turing. Tarbiya qilgani vaqtingiz yo'q, toqatingiz yo'q, mayli, lekin buzilishini to'sib turing. Qo'lidan hali qimmat telefonni olib qo'ying. Internet uzib qo'ying. Televizorda bir cheklab qo'ying. Tarbiya qila olmayapmiz, lekin buzilishiga yo'l ochib beryapmiz. Bu internet, televizor, telefon o'tkir pichoqqa o'xshagan narsa. Yaxshilikka ishlasa ham bo'ladi, yomonlikka ham ishlasa bo'ladi. Shuning uchun beparvolik qilmaylik. Farzandlarimizni xulqini, tabiatini buzilishiga asosiy sabablardan bittasi bu shu ko'rayotgan filmlar, kinolar. Bundan tashqari internet ham bor. Ma'lumotning ko'pligi, unga yetishishning yo'llari oson bo'lib ketganligidan bolalarimiz keragidan avval ayrim narsalardan xabardor bo'lib qolyapti. Ana shu birodarlar g'arbdan, sharqdan kelayotgan shoular, boshqa ko'rsatuvlar sababidan tushunchalar ayniyapti. Mana shu o'zimizni, yurtimizning bir kanalida debat bo'lyapti, diskussiya bo'lyapti. Bir ayol g'arb tushunchalarini, targ'ibotini yaxshi deyapti. Bir erkak kishi tortishyapti. Hali yigit aytayapti. Mana sizlar deyapti. Bizning maktablarimizda diqqat qilinglar. Bizning maktablarimizda o'qitish uchun kirgizgan kitoblardan bittasida aytayapsizlar. Deb turib kitobni ochib, o'shadan sitatani keltiryapti. Mana sizlar yozgan kitobda. Hozirgi yigitlar uylanayotganda kelinni qiz bolaligiga e'tibor berishmay qo'ygan. Sitata tugadi. Qani oldingiz bu gapni deyapti.
Shu fikrda muhimi shu mavzu o'rtaga chiqdi. Hamma yomon deydi, lekin muhimi chiqdi shu narsa. 10 ta odamdan bittasi, ha, demak shunaqa ekanda deb qoldimi, ular yutdi. Hozirgi uylanayotgan erkaklar kelinda qiz bolalik bo'lishligi shart emas deb ko'pchilik shunaqa bo'lib qolgan degan narsani televizorda gapiryapti. Sizlar bizni bolalarimizga 5-7-sinfda bolalariga chiqarib qo'ygan kitoblarda shunaqa deyapsizlar, deyapti. Turib tinglamay turibdi. Sen o'zing shunaqa kelinda olasanmi desiz, unamaydi. Bolalar qanaqa maktabda qanaqa kitoblarda, qanaqa yangi kitoblarda o'qiyotganini bir qarab qo'yinglar. Musulmon ota oilasini, farzandlarini, ko'chadagi holatini ham, uydagi holatini ham nazorat qilishligi kerak bo'ladi. Otalar qiyomatda javob berasizlar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abu Said al-Xudri roziyallohu anhudan. Xuddi hozirgi kunimizga aytilgan hadisda qola Nabiy sallallohu alayhi vasallam la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in. Albatta o'zlaringizdan oldingilarning sunnatlariga qarichma-qarich, arshinma-arshin ergashasizlar. Hatta law salaku juhra dobbin la salaktumuhu. Hatto ular zobning, hasharotning yoki ilonning uyiga kirsalar, ularga ergashib sizlar ham kirasizlar. Shunda sahobalar aytishdiki, "Ya Rasululloh, al-yahuda va nasoro, yahud bilan nasorolarga ergashamizmi?" Qola faman. Men kim aytayapman bo'lmasam dedi. Sizlardan avvalgi yahud va nasorolarni qilgan ishlariga, fe'llariga qarichma-qarich ergashasizlar. Agar hasharotni teshigiga kirsa, shunga ham kirasizlar dedi. Kiryapmizmi yo'qmi? To'ylarimiz, urf-odatlarimiz, kiyim-kechagimiz, yurish-turishimiz, gapirishimiz, orzu umidlarimiz ergashmayapmizmi? Kim beryapti bu modani? Ergashyapmizmi? Qarishma-qarich, arshinma-arshin. 5-sinfda o'qiyotgan 4 ta 10 ta o'g'il bolani olib chiqib turib, futbolistlarning atini so'rang, biladi. 10 ta sahobadan atini so'rang, bilmaydi. Ergashyapmizmi? Ergashyapmizmi? Ergashyapmiz. Bironta yahudiyni, nasroniyni, musulmonlarning odatiga taqlid qilganini ko'rganmisizlar? Bironta yahudiy, nasroniy musulmonning kiyimini kiyib, musulmonning urf-odatlariga amal qilayotganini ko'rganmisizlar? Nimaga ular ergashmaydi, nimaga biz ergashamiz? Payg'ambarimiz qiyomat alomatlarida deb aytayapti. Qarichma-qarich, arshin-marshin ergashasizlar. Ammo musulmonlar orasida peshqadamlikda da'vo qilayotgan odamlar bor. Bular madaniyat, taraqqiyot da'vosi bilan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalarni hayotga olib kirib kelayotganini ko'ramiz. Taraqqiyot da'vosi bilan musulmon kishiga ham, musulmon ayolga ham to'g'ri kelmaydigan kiyimni kiyayotganini hammamiz ko'rib turibmiz, birodarlar. Birodarlar, erchi urmaylik, ko'zimizni ochaylik. Qiyomatda javob beramiz. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik. Farzandlarimizga shu narsani tushuntiraylik, aytaylik, bo'lmasa ular shularga ergashib ketib qoladi. Alloh saqlasin. Ayni odamlar aytib qoladi, duolarimiz ijobat olmayapti. Yurish-turishimizda bir baraka bo'lmayapti. Endi birodarlar, yurish-turishimizni qanaqaligini g'arb belgilab bergandan keyin qarichma-qarich, arshin-marshin shu mushriklarga, kofirlarga ergashganimizdan keyin duoimiz ijobat olsinmi? Birodarlar, gunohlarimiz ko'payib ketyaptiki, yer qimirlayapti. Bekarga emas. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va yafu an kathir. Voy, nima musibat yetsa deyapti Alloh. Nima musibat yetsa, o'zingizlar qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Yana ko'pini kechirib tashlayman deyapti Alloh taolo. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ey Muhammad alayhisalom, meni bandalarim sizdan men haqimda so'rasa ayting, men yaqinman ularga. Duo qilsa duolarni ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham meni da'vatimga javob qilsinlar, menga iymon keltirsinlar. Agar o'ldi, o'shdi, bo'lib ketishni xolamasak, bolalarni tarbiya qilaylik.
Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va oila a'zolaringlarni, ahllaringlarni jahannam o'tidan saqlanglar. O'zimizni saqlashimiz kerak va bolalarimizni saqlashimiz kerak. Alloh buyuryapti. Ularni jahannam o'tidan saqlashligimiz ularni tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz orqali bo'ladi. Ularga tarbiya berishimiz orqali bo'ladi. Beparvo bo'lmaylik, birodarlar. Qonunni sizlar boqmayapsizlar. Uyni sizlar qilib bermaysizlar. Kiyimni sizlar qilib bermaysizlar. Rizqida yozilgan bu narsa, siz o'lib qolsangiz ham bo'laveradi. Sizni qiladigan bitta ishingiz erkak sifatida, musulmon erkak sifatida uni tarbiyasi. Agar shuni qilmaydigan bo'lsangiz, qiyomatda javobgar bo'lasiz. Ushbu darslarni musulmon ota-onalar o'zlarining hayotlariga amaliy suratda tarjima qilishlarini va ummatning kelajagi bo'lgan farzandlarimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgandek qilib tarbiya qilishlariga Alloh taolodan tavfiq so'raymiz. Chunki ota yoki ona o'zini farzandini Allohdan qo'rqayotganini ko'rsa, halol yurganini ko'rsa, Rasulullohning sunnatini yaxshi ko'rib tatbiq qilayotganligini ko'rsa, albatta o'zini saodatli his qiladi. Dunyodan chiqib ketar ekan, chirog'im o'chib qolmadi degan ota-onalar farzandlariga o'zlarini xonalariga, yotoqlariga kirishlikka izn so'rashni o'rgatishlari kerak. Bu haqida avvalgi darslarimizda aytganmiz, lekin o'rni kelganda takrorlab qo'yamiz. Bu haqida Alloh azza va jalla o'zining azaliy kalomida shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isha. Thalatha awratin lakum. Mana oyat, thalatha awratin lakum. Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz 3 vaqtda huzuringizga kirishi uchun sizlardan izn so'rasinlar. Qaysi vaqtlar ular? Bomdod namozidan ilgari, peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan paytingizda va xufton namozidan keyin. Mana shu 3 vaqtda ota-onaning yotoqxonasiga hatto balog'atga yetmagan bo'lsa ham, endi kattalar o'z-o'zidan kirmaydi. Balog'atga yetmagan yosh bolalar ham ruxsatsiz kirishi mumkin emas. Mana shu 3 vaqtda ota-onaning yotoqxonasiga. Bu 3 vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'ramay kirishlarida sizlarga ham, ularga ham gunoh yo'qdir. Demak, shu vaqtdan boshqa paytda shunday kirib kelsa bo'laveradigan holat. Astagfiru billah. Va iza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama ista'zana alladhina min qablihim kazalika yubayyinu Allohu lakum ayatihi vallohu alimun hakim. Qachon go'daklaringiz balog'atga yetsalar, bas ular ham xuddi ulardan ilgari, ya'ni balog'atga yetganlar kabi izn so'rasinlar. Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibi bo'lgan zotdir. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Yosh bola birodarlar oppoq varaqqa o'xshaydi. Unga hech narsa yozilmagan. Agar mana shu bolaga chiroyli tarbiya berilsa, u hali yoshi yetmasdan turib bilishi kerak bo'lmagan narsalar unga bildirilmasa, u hali yoshi yetmasdan turib ko'rishi kerak bo'lmagan narsalar ko'zga ko'rsatilmasa, albatta qalbi pokiza, tabiati toza bola ulg'ayadi. Bunda shubha yo'q. Shuning uchun ota-onalar o'zlarining yotoqxonalariga juda bir qattiq e'tibor qaratishlari kerak bo'ladi. Mana aytdik 3 ta vaqt. Bomdoddan avvalgi vaqt, kun isib ketgan paytda kirib kiyimini yengillatib yotadigan payt va xuftondan keyingi payt. Bu vaqtlarda ota-onaning xonasiga ruxsatsiz kirib bo'lmaydi. Endi bu izn so'rashlik faqat yuzaki bir surat bo'lmasligi kerak, shakli bo'lib qolmasligi kerak. Taq-taq qilib shakil ketadigan bo'lsa bo'lmaydi. Kiraveraymi deb shap kirib kelsa bo'lmaydi. Bu haqiqiy ma'nodagi izn so'rash. Kiraver demagunicha turishlik kerak bo'ladi. Ya'ni ham yaxshirog'i eshikni qulflab qo'yishlik o'zi. Eshikni qulflab qo'yishlik.
Farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan bu masalada mana islomiy odoblar, izn so'rash birinchisi bo'ldi. Buni aytdik. Eshikda taqillatadi yotoqxonangizga kirishdan avval. Kiraveraymi deydi. Toki ha kiraver demaguncha kutib turadi. Yana ham afzalrog'i hozir aytdik, eshikni bekitib qo'yishlik. Ikkinchisi, farzandlarga nazar odobi, qarash odobini ham ta'lim berishlik kerak bo'ladi. Albatta endi bu yerda ayollarga qarashlikda birinchi o'rinda tushunamiz. Ayollar erkak kishiga nisbatan mana mahram bo'ladi, nomahram bo'ladi. Mahramlar ham 3 turli bo'ladi. Ana shu o'ziga mahram bo'lgan ayollarning birinchisi o'zini ayoli, o'zini shar'iy xotini. Keyin onasi, qizlari, opa-singillari, ammalari, xolalari, yana aka-ukasini, opa-singillarini qizlari, o'zini jiyanlari. Mana shular nasab mahramlari deyiladi. Nasab mahramlar. Alloh taolo Qur'onni Niso surasida shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va ammatukum va khalatukum va banatul akhi va banatul ukhti. Ya'ni musulmon kishi uylanishi mumkin bo'lmagan ayollarni Alloh taolo sanab berdi. Sizlar uchun onalaringiz, qizlaringiz, opa-singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukani qizlari, opa-singillaringizning qizlari harom qilindi. Endi bir kishi ayoli o'tibmi, ikkinchiga ayol uylanishi mumkin yoki ayoli bo'lib turib ikkinchi xotinga uylanishi mumkin. Keyingisi otaning xotini, o'gay ona. Astagfirullah. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Bugun mahramlar haqida gaplashamiz ko'proq. Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmang. Hozir aytganimizdek, xotini o'lib turib uylangan ayolmi yoki onasi tirik bo'lib turib boshqa ayolga uylanganmi, shu yigitning otasi masalan. Magar ilgari o'tgan bo'lsa, uylangan bo'lsangiz Alloh avf etar. Endi yana o'g'ilni xotini, kelin. Astagfirullah. Va halailu abnaikumul ladina min aslabikum va an tajma'u baynal ukhtayn illa ma qad salaf innalloha kana g'afurur rahima. Oyatda o'qiymiz. Yana o'z pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'illaringizning ayollariga ham uylanishlik harom qilindi. Kelinga uylanib bo'lmaydi. O'g'il o'lib ketgandan keyin ham. Kelin bo'ldimi? Kelin bo'ldimi? Qaynota uchun bu kelin o'lgunicha mahram bo'ladi. Uylanishi mumkin emas. O'g'lini ayoliga uylanishi mumkin emas. Hamda opa-singil almashtirishingiz, ya'ni birini taloq qilmasdan turib ikkinchisini ustiga olishlik. Opa-singilni jamlab bo'lmaydi. Ammo opasiga javob berib turib turmush kelishmasa, singilisiga uylanishi mumkin. Bittasi qo'lingizda bo'ladi. Bir vaqtda o'zida opa-singil sizni qo'lingizda bo'lishligi mumkin emas. Yana xotinining onasi, qaynonasi. Va ummahatu nisaikum, ayollaringizning olalari ham harom qilindi. Boyaga aytganimizdek, qaynona harom bo'ladi uylanishlikka. Keyingisi xotinining qizi. Ya'ni bir xotinga uylandi, boshqa erdan bo'lgan qizi bor. Siz uchun o'gay qiz. Xotinining qizi, boshqa erdan bo'lgan qizi. Astagfirullah. Va rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Jinsiy aloqada bo'lgan xotinlaringizning tarbiyangizda bo'lgan qizlari, ya'ni boshqa birovdan bo'lgan qizi. Agar xotinlaringiz bilan jinsiy aloqada bo'lmagan bo'lsangizlar, ularni taloq qilgandan keyin avval erlaridan tug'ilgan qizlariga uylansangiz, sizlar uchun gunoh yo'q. Bir ayolga uylandingiz, o'gay qizi bor. Agar shu ayol bilan jinsiy aloqa qilinsa, bu qiz mahramga aylanib qoladi. Mumkin emas keyin uylanishlik. Xuddi boyaga aytganimizdek, kelinga uylanishi mumkin bo'lmagan edik. Endi bu uylangan ayoliga yaqinlik qilmasdan turib talog'ini bersa, uni qiziga uylanishi mumkin bo'ladi. Mahramlar 3 turli bo'ladi. Xotin, nasab mahramlari
va qarindosh urug'chilik, quda andachilik mahramlari. Xotin, nasab mahrami va qarindosh urug'chilik mahramlari. Mana endi batafsil ko'rib chiqamiz bularni. Birinchisi xotin. Mahram bu shunday bir ayolki, unga qarashingizda gunoh yo'q. Ammo mana shu qarashlikning ham o'ziga yarasha odobi bor. Ayrim noto'g'ri tushunchali odamlarda mahrammi har qanday qilsak qarasa ham bo'laveradi degan fikrni gapiradi bular. Bu noto'g'ri. Biz hozir aytib o'tdik, nasab mahramlari bu ona, qiz, opa-singil, amma xolalar, aka-uka va opa-singillarning qizlari, jiyanlar. Endi mana shu biz aytib o'tgan hozirgi nasab mahramlarga faqatgina ularni xizmat kiyimida turganda qarashimiz mumkin ularga. Demak, nasab mahramlarga qarashlik mana shu kiyimlarda bo'lganda bo'ladi va unda ham o'ziga yarasha odobi bor. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Nur surasida Astagfiru billah Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar va farjlarini saqlasinlar. Ana shunday qilish ular uchun eng pokiza yo'ldir. Albatta Alloh sizlar qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Ko'zni tiyishlik bir narsa, o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarashlik bir narsa. Ko'zni tiyish birodarlar nomahram ayollardan bo'ladi. Nomahram ayollarga qarab bo'lmaydi. Ammo o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarash mumkin. Endi o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarashlikdagi odob shuki, tikilib qaramaslik. Shubhani keltirib chiqaradigan holatda nazar qilmaslikka to'g'ri keladi. Ya'ni o'zingizni ayolingizga xohlaganda qarang. Ammo mahram bo'lgan, nasab mahramlari bo'lgan ayollarga o'zingizga, xotiningizga tikilganda tikilib qarashingiz mumkin emas. Keyingisi nomahram ayolga nazar solishlik mutlaqo mumkin emas. Ammo to'satdan ko'z tushib qolsa, darrov olib qochiladi, bunga gunohkor bo'linmaydi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysin, farjlarini saqlasin. Bundan shuni tushunamiz. Qarang, Alloh taolo farjlarini saqlasin deyishdan avval ko'zlarini tiysin dedi oyatda. Ko'zlarini tiysin, farjlarini saqlasin. Demak, farjni saqlashlik, zinodan tiyilishlik avval ko'zni tiyishlik bilan bo'ladi. Kishi ko'zini tiysa, demak zinodan tiyiladi degani. Kishi ko'ziga erk bersa, zinoga ketib qolishligiga yo'l ochiladi degani. Mana endi qarindoshchilik mahramlari, quda andachilik mahramlari bular haqida nima deyilgan? Agar otani ayoli yosh bo'ladigan bo'lsa, shu otani yosh o'g'li bu ayol bilan, ya'ni bu o'gay onasi bilan bir xonada yolg'iz qolmasligi kerak. Endi shu o'g'ilning ayoli bilan bu o'g'ilning otasi, qaynota ham yolg'iz qolmasligi kerak. Lekin shariat bu birodarlar. Qaynota bilan yosh kelin bitta xonada yolg'iz qolishligi shariatimizda ruxsat berilmagan bunga. Kelinoyasi yolg'iz turgan bo'lsa, qaynukani kirishligi haqida payg'ambarimizdan so'rashdi. Uyda hech kim yo'q, kelin o'zi turibdi, qayn aka qaynuka keldi. Hech kim yo'q boshqa. Na bolasi bor, na bir o'zi bilan biror yetalab kelgan. Al-humu deb so'rashdi payg'ambarimizdan. Kelinni oldiga kuyovni akasi yoki ukasi yolg'iz holda kirish haqida so'raganida Rasululloh al-humu maut deb javob bergan. O'lim deb javob bergan. Endi qarindosh mahramlar. Agar nasab mahramlari bo'lgan yigit va qiz agar tabiatida buzuqlikka o'xshagan narsa bo'lsa, bular ham yolg'iz qolmasligi kerak. Chunki hozirgi kunda ma'lumotni juda ham ko'pligi, ma'lumotga yetishligini yo'llari juda ham oson bo'lib ketganligidan balog'at yetmagan yoshlar bilish kerak bo'lmagan ma'lumotni erta bilib olyapti. Shuning uchun mana shu narsaga rioya qilishlik kerak. Hatto qarindosh mahramlar bilan ham yolg'iz qolmaslikka harakat qilaverishlik kerak. Xilvatda
toki bir noto'g'ri bir holatlar yuzaga kelmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Hamzani qizi haqida so'rashdi. Ya'ni payg'ambarimizga Hamzani qiziga uylanmaysizmi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu bitta onani emishgan edi. Amakisi yana emikdosh akasi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Yahrumu minar radoati ma yahrumu minan nasabi." Nasab orqali nima harom bo'lsa, sut emishlik orqali ham harom bo'ladi. Ya'ni bu aytdik, nasl nasab sizga mahram bo'lgan odamlarga uylanishingiz harommidi? Endi sut emishlik orqali sizga singil opa bo'lib qolgan ham harom bo'ladi. Shuning uchun bola boqib olishlik masalasida aytishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, bola boqib olindi, sut emishlik muddati 2 yil. Shu 2 yilning ichida boqib olgan onani emsa, sut chiqsa albatta endi shu ayolni qizlariga bu boqib olingan bola mahram bo'ladi. Agar o'g'il bo'lsa, agar boqilgan qiz bo'lsa, o'g'il bolalarga mahram bo'ladi. Yoki eng kamida bir ayol bolani boqib oldi, emizmadi. Balog'at ketganda bu bola nomahram bo'ladi boqib olgan enasiga. Shuning uchun singlisi bordir ehtimol sut emizadigan holatda. Xolasini borib emib qo'ysa, sut orqali ona bo'lganning opasi bunga ham xola bo'lib qoladi. Ya'ni nasab orqali mahram bo'lgani kabi bir onani emishlik sut sababli ham bir-biriga mahram bo'linadi. Darsimizning keyingi mavzusi xutba qilinayotgan qizga yoki ayolga qarash odobi. Uchrashuvga chiqqanda nima mumkin, nima mumkin emas? Qarashdan. Birinchidan, endi men xutba qilinuvchi yoki maxtuba deyman. Siz uylanmoqchi bo'lgan qiz yoki ayol maxtuba deymiz. Maxtubaga qarashni odoblari. Uylanayotgan yigit, uylanayotgan inson maxtubaga albatta qarashligi kerak. Qaramasdan uylanib olishlik to'g'ri emas. Mughira ibn Shu'ba roziyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan. Anil Mughira ibn Shu'bata annahu khataba imra'atan faqala nabiy sollallohu alayhi vasallam unzur ilayha fa innahu ahra an yu'dama baynakuma. Mughira ibn Shu'ba bir ayolga xaridor bo'lganida Rasululloh unga qaragin dedi. Mana shunday qilishlik, qarashlik o'rtalarda bir ulfatlikni, unisni, mehrni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu narsa o'rtalardagi ulfatlikni, unisni, mehr yoki muhabbatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Onamga yoqsa bo'ldi, menga nima endi? Onam kelin qiladi-da. Enamga yoqsa bo'ldi-da, dindor bo'lsa bo'ldi, avratini yopgan bo'lsa bo'ldi, namozxon bo'lsa bo'ldi. Bunaqa gap ketmaydi, birodarlar. Borasiz, ko'rasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobasiga nima dedi? Borib qara, borib ko'zing bilan ko'r dedi. Demak, shunday qilishlik eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Kelinni ko'rmasdan uylanib olib, keyin pushaymon bo'lganlarni albatta ko'rgan, eshitgan bo'lsalar kerak. Sen dindor bo'lsa bo'ldi deding, dindor. Namoz o'qisa bo'ldi deding, namoz o'qiydi. Endi yoqmay qoldi. Ikkinchidan, so'rab surishtirdingiz, to'g'ri keldi, didingizga o'tirdi, nasl nasabi, fe'l atvori, uylanishlik niyati bo'lgandan keyingina ko'rishga azm qilishlik kerak. Bir ko'raychi avval, bo'lmasa unaqa gap ketmaydi. Sovchilar bo'ldi keldi, bir-biriga to'g'ri keldi hamma yo'g'i, endi bir-birini ko'rish qoldi. Uylanishlikka azm qilgandan keyingina maxtubaga qarash mumkin bo'ladi. Uchinchidan, agar ehtiyoj tug'ilsa, takror qarash mumkin. Yana bir marta uchrashib ko'rish mumkin. Chunki o'g'il bola ham hayoli bo'lishi mumkin. Birinchi marta uchrashuvga chiqqanda sir bosgan bo'lishi mumkin. Yaxshilab qarab, o'zi uchun qaror qabul qila olmagan bo'lsa, vallohi ko'ra olmadim, hal qila olmayapman desa, yana bir marta uchrashlikka ma'ni yo'q. Albatta endi ikkalasi hech qachon yolg'iz qolmaydi, uchinchi odam bo'lishi kerak bo'ladi. Qiz bola o'zini mahrami bilan chiqishi kerak bo'ladi. To'rtinchidan, maxtuba bilan gaplashishlik mumkin, uni yuziga va kaftiga qarash mumkin, ammo qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi. Gaplashishlik mumkin, yuziga qarash mumkin,
ammo qo'l berib ko'rishilmaydi. 5-dan xotib va maktubani ikkalasi bir joyda yolg'iz qolmasligi kerak. Maktubani bironta mahrami yonida turishligi kerak. Chunki shariatimiz bir nomahram erkak nomahram ayol bilan xilvatda qolishligini man qilgan. Shuning uchun mahram bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadis Ibn Abbos roziyallohu anhumodan aytadilar: La yahluwanna rajulun bi imra'atin va la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Bir erkak bir ayol bilan nomahramlar xilvatda yolg'iz qolmasin. Ayol kishi mahramisiz safar qilmasin. Endi haqiqatda qanaqa bo'lyapti? Rivojlangan mamlakatlarda, peshqadam bo'lgan musulmonlarning shaharlarida biz deydi turmush qurmoqchimiz. Umr bo'yi birga bo'lamiz. Shuning uchun bir-birimizni fe'l-atvorimizni, xarakterimizni yaxshilab tanib olishimiz kerak. Deydi-da, o'nashtirilib qo'yilgandan keyin qo'l ushlashib bog'larda kezishadi, tog'larga chiqishadi va xilvatda yolg'iz qolib, Tommatul Kubro sodir bo'lgandan keyin yigit qochib ketadi. Qiz tomondagilar uni qidiradi. Maktubani qorni kattayishni boshlaydi va o'rtada bordi keldi mushkulalar ko'payib ketadi. Ota ham pushaymon, ona ham pushaymon, hamma pushaymon. Men uylanaman bunga deyapman. Aka, yetalab yurgan bo'lsam uylanaman. Sen uylan avval bunga. Shar'iy nikohingga qabul qil, keyin yetalab yuraver. Ayrim hatto o'zi musulmon deb atalgan yurtdagi odamlarda ham shu kasal bor ekan. Har xil yurtlarga tijorat bilan safar qiladigan birodarlarimiz aytib berishadi. 3 oy birga yuraverar ekan er-xotindaqa. Keyin bir-birimizga to'g'ri kelmadik deb turib, ajrashib ketishaverar ekan. Birodarlar, nima degani bu? Nima degani bu? G'arbga taqlid qilishlik emasmi? Nima deydi? Xarakterlarimiz bir-birimizga xohlagan ishini qilib, safarga chiqyapti, boqqa boryapti, toqqa boryapti, unaqa yo'q birodarlar islomda. Najosat bo'lgan narsani shunaqa chiroyli qog'ozga o'rab beradi. Men deydi, o'zimga umr yo'ldoshi tolyapman deydi. Men mol olmayapman-da, yo'qmay qolsa shat sotib yuborib almashtirgani. Men keyin bu bilan yashashim kerak. Shuning uchun to'g'ri kelamizmi bir-birimizga, yo'qmi? To'g'rimi desa, qarab turib, ha to'g'ri deysiz. Aqlga to'g'ri kelyapti haliga. Lekin birodarlar, shariatda hukmi turganda aql chekiga surib qo'yiladi. Aql chekiga surib qo'yiladi. Birodarlar, hayotni isloh bo'lishi Alloh taoloning buyruqlarini qoyim qilishlik orqali bo'ladi. Boyaga ajrashishlar, insonni hijolatga qo'yadigan holatlar, uyatli holatlar nimaga sodir bo'ldi? Chunki Allohning hukmi qoyim qilinmadi. Insonning aqlini isloh bo'lish ham Allohning hukmini qoyim qilishlikka bog'liq. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ularning aqllarini, ishlarini o'nglar. Qarang, Alloh hidoyat qiladi, ini aqlingiz yaxshi ishlaydi. Alloh hidoyat qilmasa aqli ishlamaydimi? Ishlaydi. Lekin fahsh, munkar bo'lgan narsani ko'ra olmaydigan bo'ladi. Mana aytyapmiz u. Mumkin emas. Alloh hidoyat qilgan odam hech qachon xilvatda qolmaydi. Mana atf mushorakat ma'nosini bildiradi. Sheriklik. Aqlni sog'lom bo'lishligi, salohiyatli bo'lishligi birodarlar ulug' ne'mat va mana shu ne'mat Allohning hukmi bilan yashashga bog'liq. Allohning hukmi bilan yigit yashasangiz, Allohning hukmlarini qoyim qilsangiz, aqlingiz salohiyatli bo'ladi. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni hidoyat qiladi va aqllarini isloh qiladi. Bu yoqdagilarda aqli yetmay turgan narsa aqlingiz yetadigan bo'ladi. Bu yoqdagilar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lasiz. Bu yurishni yaxshi emas, oqibati shataq bo'ladi desa, nariga Allohning hukmidan uzoq bo'lgan buni tushunmaydi nimaligini. Allohning hukmida yurgan odam ko'radi. Bu hayoliy gap emas, birodarlar. Hayotda qanaqa bir pushaymon bo'lsa, inson tushib qolgan bo'lsa shu pushaymonga, mana shu pushaymonning orqasida bitta gunoh turadi. Allohning manhajidan chiqib ketishlik sabab bo'lgan bo'ladi. Johillik sabab bo'ladi. Johillik nima? Ilmsizlik, Allohni tanimaslik. Har bitta sodir etilgan jinoyat,
har bitta qilingan xato, oilalarning buzilishi, sharmandalik, qizlarning aynib ketishi, ularda ortida albatta bitta gunoh turadi, birodarlar. Masalan, farzandlar nimaga aynib ketyapti? Farzandingiz aynib ketdi. Orqani bir aylantirib qarang-da, nima sababdan aynib ketdi? Sizdan bitta gunoh sodir bo'lgan. Yo harom luqma bilan boqqansiz bolani, yo Allohni tanitmagansiz, yo tarbiya bermagansiz. Harom luqma berish gunoh, Allohni tanitmaslik gunoh, tarbiya qilmaslik gunoh. Bolangiz betarbiyami? Bolangiz kuydirgimi? O'zingiz sababsiz shunga. Ma'siyatlar orasida mana aytdik, johillik turadi. Johillik insonning eng katta dushmani. Inson johilligi tufayli, johilligi sababli dushmani ham unga qilolmaydigan yomonlikni o'ziga o'zi qilib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaronidan keltirgan hadis: "An-nazratu sahmun min sihami iblis." Nazar, biz qarash haqida gaplashyapmiz-da, nazar haqida bugun. Nazar solish, qarash shaytonning o'qlaridan bitta o'q. Man tarakaha min makhofati abdaltuhu imanan yajidu halavatahu fi qalbihi. Hadis qudusi. Alloh taolo aytadi, kim ana shu nazarni, qarashni, nomahramiga bo'lgan qarashni mendan qo'rqib tark qilsa, u insonga men bir iymonni beraman qalbiga, u iymonning halovatini topadi. Nomahramga ko'zi shat olib qochingda, sezasiz shu halovatni. Alloh taolo aytayapti, men uchun ko'zini tiysa, qalbiga men iymon halovatini joylab qo'yaman. Shuning uchun domlalar ko'zni tiyish haqida ko'p gapiradi, e'tibor bergan bo'lsanglar kerak. Albatta bu muhim ish. Hukumalar aytadi, odam bolasini qoqilib ketadigan nozik ikkita nuqtasi bor. Moli dunyo va ayollar. Dunyoga bo'lgan hirs, ayollarga bo'lgan hirs ko'p gunohlarni sababi bo'lib chiqadi. Juda ko'p gunohlarni ildizga qaralsa, ularga nazar sabab bo'lganligi ko'riladi. Agar o'zini inson dunyoga bo'lgan hirsdan saqlay olsa, ayollarga bo'lgan hirsdan saqlay olsa, albatta ikki dunyoda najotga yetishadi. Shuning uchun birodarlar, shariatimizda mana shu ikkita nuqtaga juda bir qattiq e'tibor qaratilgan. Nazar, ko'z tiyishlik, farjni saqlashlik. Payg'ambarimiz aytadilar, ikki jag'iylarning va ikki soniylarda orasidagi a'zoni tiyishlikka menga kafillik beringlar, men sizlarga jannatda kafilligini beraman deydi. Tilinglarni saqlanglar, zinodan tiyinglar, jannatda kafilligini beraman. Baland tog' ustida turgan katta bir xarsang tosh. U tosh o'rnida mahkam turibdi. Agar uni turtib olsangiz, pastga qarab yumalaydi-da, yumalaydi, yo'lidagi hamma narsani vayron qilib qayerda to'xtaydi? Shu vodiyda bir chuqur joyga borib to'xtaydi. Baland tog'ning ustida turgan katta bir xarsang tosh, u o'zini o'rnida mustahkam turibdi. Agar uni turtib, jildirib yuborsangiz, pastga qulaydi, to ana shu o'zini tezligini yo'qotib, vodiyning chuqur joyiga borguncha yumalab boradi. Bu xarsang tosh, birodarlar, kishining shahvati. Nazar toshni o'rnidan jildirib olishlik. Alloh subhanahu va taolo ko'zini tiyadigan solih bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hadha astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.